Voy dugosh, men senga nima dedim? Mana kiprisiz chechenka bir hafta ham yurolmaydi demadim. Birpasda kipri o'layapti deb g'iybatimni qilishga shoshilmanglar. Men sizlarga hozir tahorat va g'usl paytida bemalol olib tashlasanglar bo'ladigan kipri o'lashi va bo'yanishni o'rgataman. Asosiy qoida bo'yanishdan oldin kayfiyat a'lo darajada bo'lishi kerak. Boshingizga agar shunaqa abadokiylar bo'lmasa, живойni qo'ysanglar ham bo'ladi. Yuzimizni yaxshilab namlantirib olamiz, undan keyin tonalkani surib olamiz. Bilmadim, o'zimcha mana shunaqa surishni yaxshi ko'raman. Gubkani urib chiqamiz, ishqalamaymiz, shunda yuzingizga zo'r yotadi. Shu konsiler nimaga surilishini bilmayman-ku, lekin irim-sirim mana mashtimga 3 ta tochka qilib surib qo'yaman. Pudrani o'zini machalkasida emas, balki shunaqa shotkada sursanglar, yuzinglardagi makiyajlarni yana ham uzoq vaqtga saqlab beradi. Undan keyin yuzimga kontur qilib, sal to'qroq rumyanani surib olaman. Keyin svejiy turish uchun rozviy rumyanani surib olaman. Makiyajlarim tayyor, endi asosiysiga o'tamiz. Obbo, kalla qo'ydim. Menimcha bu kiprini ulolmasam kerak, chunki umrimda birinchi marta ulamanman. Demak, Irodani kipri haqidagi darsini yana bir marta ko'rib olaman. Juda ham oson qilib ko'rsatib berganlar, uy sharoitida qizlar arzonga shunaqa kipri bilan kleyni olib qo'ysanglar, ko'zingizga zarari yo'q. Bemalol xohlagan paytingizda ulab chiqib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, papitka nomer 1, papitka nomer 2. Xullas, o'xshamayapti. Birinchi ubukimda qilib, keyin ulashim kerak deb qizimni chaqirdim. Adas ko'rsa o'ldiradi. Nimaga kiprilar uzun bo'lib ketdi desalar aytaman, baliq yog'i ichyotdi deyman. Xullas o'rganib oldim, hadichada sinab ko'rdim, endi o'zimga sekin-asta qo'yishni boshladim. Pomada surishni hamma bilsa kerak. Xullas kiprilarim tayyor, makiyajlarimni cho'tki qilib oldim. Qalay. Juda ham nejniy, skromniy, lekin yevropeyskiy, bogatый makiyaj bo'ldi. Agar ularni texnikalarda sizlar bo'yanishni o'rgansanglar, yuzinglar shunaqa yaltillab, hamma narsa joy-joyida bo'lib, pro bo'lib chiqadi. Kiprilarimga qarab to'ymayman. Kechqurun olib tashlayman.